Planirovkasi ajoyib. Yevro xonadonga kelganmizda o'zingizlar ko'rib, baho berib ketasizlar. Mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Mягкий zona, televizor zona juda ham chiroyli chiqqan. G'ishtli domimiz, общий hisobda 2 ga 6 balkoni bo'ladi. 48-50 kvadrat metr hisobida yuradi. Xo'p, balkonimizdan yarmi bo'linib, mana bunaqa stol o'tiradigan qilingan ekan. Juda ham chiroyli chiqqan remonti. O'zingizlar dizayniga 1 dan 10 gacha baho berib ketasiz. Xo'p, koridorimiz, Xo'p, bu yoqda prixoshka shkaflari qo'yilgan va bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu ham juda ham chiroyli remontda. Bu yoqda ham balkonni yarmi bo'linib, hop, kattalar uchun alohida shkaf zona qilingan ekan. Juda ham chiroyli chiqqan. Hop, bu yog'imizda общий sanuzelimiz joylashgan va bu yoqda shkaflar qo'yilgan ekan va oshxonamiz ham anchagina keng. O'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar. Stol suv zonasi ham bor ekan. Mehmonlar shu yoqda o'zida o'tirib, ovqatlanib o'tirsa bo'lar ekan. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Chilonzor 26-kvartal, orientirimiz Uchtepa Nalogiy bo'ladi. 5 qavatli binoni 3-qavatida joylashgan 50 kvadrat metrli xonadonimiz. Barcha mebel texnikalari bilan 67 ming AQSh dollari so'ralyapti. Opsiyada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.